Mana biz Samarqand shahridagi prezident o'qigan maktabga kirib keldik. Yaxshimisizlar? Sinfdoshi demadimmi? Qarindashim uyi bor ekan. Prezident o'qigan maktabning 21-maktabda siz hozir muzeydamiz. Bu o'sha payti inson kalam o'qigan vaqtda bu kishi mana shu bo'lganlar, Abdurahmonov bo'lganlar. Maktab direktorlari shu bo'lgan. Ya'ni bu o'sha yerda mana shu vaqtgacha o'sha faoliyat yuritgan payti mana bu oxirgi direktorimiz edilar. Chunki bu kishi o'sha pensiyaga chiqib ketdilar. Keyin qolgani. Endi buni bilasiz, bu o'sha jadidlar eski usuldagi maktablar. Bu o'sha eski maktabning ko'rinishi, ya'ni bu o'sha Islom maktablariga 67-yilda qilishgan. Bu ham o'sha eski usuldagi maktab, chunki bu maktab qurilgan yili 1936-yilda qurilgan maktab. Bu keyingi an'anamiz. Bu o'sha yana jadidlar hammasi. Bu maktabda eski o'sha ko'rinishi, o'sha sinfxonalarning ko'rinishi, partalarning bu maktabda ichkarisi, ichkariga eshik. Sizlarning maktabingizga ichkariga kirganda shu birinchi chap qo'lda shunday eshik bor edi, xona bor edi. Bu ham o'sha maktabning ichki o'sha sinfxonalari. Buni bilasiz. Bu Xo'jayin Xizr. Onasi. Bu mana bu. Bu o'sha maktabda o'sha eski oliy ko'rinishi maktabda. Oliy ko'rinishi. Prezidentimizning maktabda tushgan rasm bormi? Yo'q. Yo'qmi? Bu yerda esa bu maktab o'sha kishining original o'sha asl nusxasi jurnali. Bu yerda o'sha o'zlari olgan baholari bor, boshqalari bor. Bu original jurnallar. Bu yerda esa eng asosiy nimamiz ko'rganimiz bu kishi, chunki o'zim o'qigan davrda ham bu kishi bo'ldi, Ivan Alekseyevich bo'ldi bu kishi. O'sha maktabda managa kirganda o'sha chap qo'ldagidan eshitganimda bu kishini o'sha aviatsionda to'garagi bor edi. Aviatsion to'garagi bor edi. Ya'ni bu nima deydi? Islom Karimovda asosiy o'sha nimalari o'sha agar xabar bo'lsa agar bu kishi o'sha Toshkentdagi politsiyalik institutga kirganlar. Chunki mana shu avia to'garagiga qatnashib asosan o'sha institutga kirganlar. Bu kishi endi bu olgan medallari o'sha oxirgi yasagan o'sha samolyotlari, boshqalari. Bundan xabarim bor. Birinchi nimalar partalar. Saqlab qolganmiz. Bu yerda vinetkalar bu ustozlarning vinetkalari. Agar ko'rgan bo'lsangiz, qaysidir bitta nimada yig'ilishda ana shu vinetkani ustozlar berganlar. Ko'rdim. Ana shu vinetka. Bu yerda o'shaning asarlari. Buni o'zi bilasiz. Albatta bilasiz. Samarqandda 1996-yilda o'sha Amir Temur ordeni bergan yil. O'zlari kelib, mana o'sha ordenni nima qilib, taqdim etib ketgan. Bo'lsa, mana bilasiz. Registon. Samarqand yuragida. Endi bu yerda shuni asosan ta'ziya marosimi bo'lib o'tgandi. Bu ishlarni biz o'tgan yil oldik. Endi o'shaga naq qo'ydik. Bu yerda ustozlari, yana boyagi rasmlar bor, ustozlari. Bu yerda yana o'sha vinetkalari bor. Bu o'sha 50-yillarda o'zlari o'qiyotgan paytlarda bu maktabning ko'rinishi bu. Bunisi. O'sha ikki qavat bilan bo'lgan. Bu endi hozirgi ko'rinishi maktab. Bu hozirgi ko'rinishi. Hozirgi ko'rinishi.
Abdurahmonov mani ustozlarimni o'zini rasmlari bor mana. Birinchi ustozmi? Ha, bu o'sha managa bibliotekga o'sha yig'ilishda bergan ustoz bo'ldi-ku. Ana shu nimalari, rasmlari, olgan medallari, oxirgi olgan medallari bu shuhrat medallar bo'ladi. Mana shuhrat medallar bo'ladi. Bu yerda o'zlari kelaman deb maktabga vaqti. Bu yoshligiman u. Ha, shu yoshliklari, opalari, turmush o'rtoqlari tepada, nabiralari. Bu orqadagi rasm o'sha paytda o'zlarining kiyishlari kerak edi. Chunki qaysi bir sababga ko'ra o'sha kelmaganlar. Prezident fondidan kelishgan o'sha payt. Bu o'sha ustozlarni rasmlari, metkalari. Bu endi hozirgi maktabda o'sha olgan barcha yutuqlari o'sha sport bo'yicha, KVZ bo'yicha. Bu Karim, bu nimalar kimlar bo'ladi? Bular. Bular o'sha maktabda o'quvchilar, chempionlar. Bu yerda o'zlari mana sportchilar bilan birga tushgan rasmlari. Bu maktabimizda sinfxonasi, biologiya, ximiya xonalari, bu foye. Bu o'sha paytda barcha ishlagan o'sha ustozlar bo'ladi. Buni bilasiz. 2001-yil Shahram G'azali Nimada O'zbekistonda bo'lgan. Bu maktabda o'sha prezident asarini nima bo'lgan, taqdimot bo'lgan. O'zimning o'quvchilarim chiqib kitoblarni har bittasini nima qilib. O'zingiz ham shu maktabda o'qigansiz? Ha, bunday ishda o'qiganman. O'sha nima deydi, bir tomondan baribir o'z o'qigan maktabda, ya'ni o'sha Islom Karimov o'qigan maktabda, ya'ni ishlab maqsangiz agar, ya'ni ularda qanaqadir nima deydi, bir ruhiy dalda bo'lar ekan. Chunki bu nima deydi, endi asosiy bir aytadigan nima, u qanday desam sizga, sharaf qandaydir. Hamma uchun. Shuning uchun nima deydi, endi sizga kattakon rahmat. Bizni Quva tumanidagi maktabimizning tilagingiz. Endi tilagim nima deydi, birinchi o'rinda endi nima deydi, sizlarga uzoq umr, sihat salomatlik, agar sog'lig'im bo'lsa qolgan hammasi. Yanada o'sha kelgusi ishlaringizda ham nima deydi, Samarqandga kelib turinglar. Rahmat. Nasib inshaalloh yana qo'ldan kelgancha nima qilamiz. Rahmat.